Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari, sizlar bilan bugun biz PlayStation'larda ko'rib chiqamiz. Birma-bir obzorini eng arzonidan yangisigacha, ya'ni qimmatigacha bo'lgan PlayStation'lar narxlari bilan ko'rib chiqamiz. PlayStation Fat modeli, PlayStation Fat buning narxini sizlar uchun HDMI kabel, Ethernet kabel va joystick bilan qo'shib bergan holda o'yinlari bilan $160 qilib berdik. $160 ga hozir 3 ham olib ketyapsizlar. 3 o'rniga 4. Ancha yaxshi. 3 dan ko'ra afzalliklari bor. Keyingi modellarimiz 4 slim modellar. 4 slim 3 xil rangidan olib kelib qo'yganmiz. Bunaqasi bitta keldi. Kimga qiziq bo'lsa, shunaqa rangi bemalol olib ketishinglar mumkin. Birinchi murojaat qilganimga beraveramiz. Buni ham xuddi aytgandek, HDMI kabel, Ethernet kabel o'yini joystick bilan sizlar uchun $230 qilib qo'yganmiz. 1 terabaytligini. Agar yo'q 500 talik olaman desanglar, $10-15 arzoniga olasizlar. 500 talik masalan 215, mana shunaqa $210 ga olishinglar mumkin 500 taligini. Yoki o'yinli yoki o'yinsiz holatda ham olishinglar mumkin. Masalan, ko'pchilik PlayStation xona ochgan bo'ladi, o'yinlarda o'zim yozaman deydi. O'yinlarda o'zim yozaman deganlar uchun ham mana bemalol Optim narxda yoki Optimga bir 10-15 tagacha ham assortiment topib bera olamiz. 10-15 taga ham olib ketsanglar bo'ladi, o'yinsiz holatda yana ham arzonroq qilib beramiz. Optim narxi boshqacharoq bo'ladi. Joysticklari alohida yana qo'shimcha olaman desa, joysticklarni ham topib beraveramiz. Buni ham narxi xuddi shunaqa 1 terabaytli asosan bular. Buni ham narxini $230 o'yinlari bilan qilib berdik. O'yinsiz holatda 180-190 ga to'g'ri keladi. Joysticklari ham original, hech qanaqa Xitoy varianti emas. Ko'rishinglar mumkin. Holatlari yaxshi holatda. Yangi joystick xohlaganlarga yangi joysticklarimiz ham bor. Bular upakovka $40-45 dan qilib beramiz. Alohida qo'shimchasiga yangi joystick kerak deydiganlar uchun to'g'ri joysticki bu. Hammasining joysticki bor. To'g'ri bu joysticklar ham bor yoki yangi joysticklar ham 5 ta ham joysticklari bor. Bitta qo'shib beriladi asosan bular. Buni ham qorasini ham narxi xuddi shunaqa chiqadi. 230-220 atrofida 1 terabaytli bo'ladi. O'yinlarni xohlasanglar tanlab yozdirishingiz mumkin bo'ladi. O'zingizlar o'ynaydigan o'yinda bemalol tanlab mana shu spiska qilib bersanglar ham yozib beraveramiz. Keyingi modelimiz PlayStation 5 Slim modeli, trenddagi modelimiz, oxirgi model. Narxi bo'yicha ham, o'zi ishlash bo'yicha ham ancha yaxshi va hamyonbop ham ixcham. PlayStation 5 Slim modelini buvisi yoki bizda yangisi ham bor. Mana yangisi ham o'zingizlar ko'rib turishingiz mumkin. Yangisini ham o'yinli yoki o'yinsiz holatda, buvisini ham o'yinli yoki o'yinsiz holatda qilib beramiz. Dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Bemalol O'zbekiston bo'ylab dastlab qilishingiz ham mumkin, mutlaqo bepul. Buni ham o'yinli holatda PlayStation 5 Slim modeli buvisini o'yinli holatda buni $410 ga olishingiz mumkin. Bitta joysticki komplektida hamma narsasi bo'ladi. Asosan bularda korobkalari ham bo'ladi. PlayStation 5 Fat modeli. Buni ham o'zining klientlari bor. 5 Fat bu arzonroq hozirgacha $380 ga o'yinlari bilan olishingiz mumkin bo'ladi. O'yinlari bilan $380 ga, bez o'yin $350-$340 ga olishingiz mumkin. Holatlari juda ham idealniy bo'lib turibdi. Endi yangi model bular. To'rlarimiz ham holatlari idealniy, yaxshi holatda turibdi, yaxshi holatda ishlatilgan. Buni o'yinli holati 410, o'yinsiz holati shu 360lar, 350 atrofida beramiz. Buni ham joysticklar, 5 joysticklari ham ko'rsatishingiz mumkin. Holati yangidan farq qilmaydi. Holati zo'r. Ishlashlari, bosilishlari zo'r bo'lib turibdi. Yangisining narxi PlayStation 5 Slim modelimiz yangi mutlaqo upakovkada. Buni bozor bo'yicha 510 dan 520 mana shunaqa atrof sotishyapti. 510 dan kam sotishmayapti ko'p joyda. O'zim bozorda aylanib ko'rganimdagi narxlarni aytaman. Buni sizlar uchun o'yinlari bilan $500 qilib beramiz. Agar kelisha olsak, gapimizga tushsa, yana ham arzonroq qilib berishimiz mumkin bo'ladi. Joystick обязательно bo'ladi. Ichida yangi upakovka, o'zining bitta joysticki, kabellari, upakovka qilingan holatda PlayStation 5 Slim chiqadi. Bemalol olishingiz mumkin. O'yinli holatda $500, o'yinsiz holatda $450-$440 ga chiqadi. Bemalol olib ketishingiz mumkin. Gaming xonalarga bemalol murojaat qilib turib, arzonroq qilib berasizlarmi desanglar, arzonroq qilib beramiz. Optimga olmoqchiman, PlayStation xona ochdim, Optimga kerak menga 5-6 ta kerak desanglar, bu 230 dedim, PlayStation 4 Slimlarda undan ancha arzonroq qilib beramiz. PlayStation 4 Pro'larimiz ham bizda bo'ladi. Hozir ayni vaqtda qolmagani uchun qo'ymadim, aytmadim.
Keyin trening xizmati bizda masalan 3 bo'ladi. O'zida to'rga almashtirmoqchiman, pul qo'shib deydi. Hozircha trening xizmatimiz yo'q. 3 ta ham olib kelmaymiz. 3 bizda yo'q. Chunki 3 yil ancha eskirgan, sal kaprizliroq variant PlayStationlar orasida buzilish, o'zi PlayStation ko'p buzilavermaydi, buzilish ehtimoli ko'proq bo'lgan model. Shuning uchun PlayStation 3 olib kelmaymiz. Sizlarga va'da qilingan har doim bitta videomizda bitta arzon PlayStation bo'lsa PlayStation, MacBook bo'lsa MacBook qo'yib boramiz degan edik. Va'daga muvofiq mana sizlar uchun PlayStation 4 Slim modeli qorasidan ancha arzon narxda, narxini $180 o'yini bilan qilib qo'ydik. $180 o'yini bilan. Bo'lsin sizlarga bo'lsin. Zarar qilgan sizlar uchun arzonroqda qilib beramiz degan uchun qilib beramiz. $180 o'yini bilan. Bez o'yin $180 olishinglar mumkin degandim. Bez o'yini narxida o'yinli holatda PlayStation 4 Slim model. Pastda nomer qoldiramiz. Bemalol murojaat qilib, batafsil ma'lumot olishinglar mumkin bo'ladi. Dastavkamiz butun O'zbekiston bo'ylab bor, chiqarib beramiz. Bemalol Telegram kanalimizga o'tib, obuna bo'lib qo'ysanglar, Telegram kanalida ham qo'yib boramiz.